Assalomu alaykum, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men sizlarga bugun juda ko'pchilikda bo'layotgan savollarga javob beraman. Herbalife mahsulotlarini ichinglar deb aytamiz, lekin ko'pchilik qimmat bu mahsulotlar deyapti. Lekin bizda shunaqa narsa bor. Kompaniyamiz yangi chiqargan, to'g'ri, yangi deb 10 yil deyolmayman, 1-2 yil oldin chiqargan yangi qonun bor. Agar xabarlaring bo'lsa, xabar bo'lmaganlarga yana bir marta ogohlantiramiz. Herbalife bilan shartnomasi bor. Shu shartnomasini tutsalaring, 25% dan 42% gacha skidka qilib beradi kompaniya. Bizni odamlarda internet orqali, har xil odamlar orqali sotib olmanglar, bu noqonuniy va fashikka bo'lishi mumkin. Faqatgina kompaniya bilan shartnoma tuzganingizdagina haqiqiy bo'lib keladi va natija qilasiz. Natijalar esa mutaxassissiz natija qilmaydi. Ichdim, ozimadim deb gapirib, anaqa nima deydi, bu mahsulotlardan xato qidirmanglar. Xato sizlarning mutaxassislaringda. Agar yaxshi mutaxassis topib, o'zlarining ustilaringda ishlab beradigan, mas'uliyatni bo'ynini his qila oladigan, mana shu shartnomalarda yaxshi o'qigan, diplomi bor mutaxassis bilan ishlasalar, albatta 100% javob beraman, sizlardan natija bo'ladi. Arzon olmoqchi bo'lganlarga esa 25% dan 42% gacha kompaniyamiz a'zo qilib o'zi sotadi. Sizlarni taklif qilaman. Savollaring bo'lsa, yozishlaring mumkin.